Ölüm her bir insonga dunyoda qandoq yashaganligiga qarata keladi. Ba'zilarga xuddi bayram kunidagidek xushallik ato qilsa, yana ba'zilarga qo'rqinchli tushga o'xshash azobning boshlang'ichi bo'ladi. Bu filmda kofirlar bilan musulmonlarning o'lim jarayonini va o'limdan keyingi hayotining oyat hadislardagi tasvirini sunamiz. Farishtalar o'lim jarayonida solih mo'minlarning jinini asta-asta, hech bir yerini og'ritib qo'ymasdan nihoyatda yumshoq holatda oladi va Allohning salomi sizga bo'lsin. Qilgan yaxshi amallaringizning mukofoti uchun jannatga marhamat deb ularga xush bishorat berdi. Shu hamon ko'zlardan pardalar ko'tarilib, farishtalar ko'rinadi va solih mo'minlarga xush bishorat beriladi. Bu vaqtda Qur'oni Karim mundaq deydi: Shubhisizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir, deydi. Shuning bilan birga hayoti Allohga itoat qilish, qalbi Allohni zikr qilish orqali iymoni takommullashgan bandalarga o'lim paytida va mahshar kunida hamda jannatga kirgan vaqtida tövendikidek xitob qilinganlik so'zlanmoqda. Ey aram topquchijon, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgan, mening jannatimga kirgin. Diqqat qildigan bo'lsak, oyatda dastlabda bandaning Allohdan rozi bo'lish kerakligi haqida to'xtalgan. Ya'ni banda jannatga kirish uchun toki Alloh uningdan rozi bo'lganga qadar o'xshamagan sharoitlarda va hayotning agar to'qayliqlarida Rabbining putgan taqdiridan rozi bo'lishi. Hatto toki Rabbi uningdan rozi bo'lganga qadar sabr va shukr qilish bilan birga hayotini davomlashtirishi lozim. Undaqda kofirlarning o'limi qandoq bo'ladi? Qalbi iymon nuri bilan nurlanmagan har bir inson uchun o'lim bir fojia. Farishtalar ularning ruhini nihoyat qo'pollik bilan oladi. Ular qo'rqinchli o'lim jarayonida farishtalarning qo'polligi va zarbalari bilan nihoyat qiyin holatda jonlarini taslim qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elib ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirgichi azobini tetinglar, deydi. Anfal surasi 50-oyat. Ular kufrini ixtiyor qilib, o'zlariga zulm qilgan holatda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilgichidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon. Nahl surasi 28-29-oyat. Azob farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda, ularning jonlarini elib atganda, ularning holi qanday bo'ladi? Muhammad surasi 27-oyat. Gunohkor bir kishining ruhining badanidan qanday chiqadiganligi haqida hadis sharifdagi mono misol nima degan qo'rqinchli bir ogohlantirish. Ruhning badandan chiqarilishi xuddi temir ilmaklik bir zixning nam yo'ning ichidan tortib chiqarilganiga o'xshash nihoyat azobli bir shaklda bo'ladi. Alloh taolo yana Qur'oni Karimda mushriklarga xitob qilib mundaq deydi: Rastilla jon halqumiga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pochoq-pochoq kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohi. Kofir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi.
Andın kerilgen halda uyiga qaytdi. Qiyomat surasi. Voqea surasidami oqibati yomon bo'lgan insonlarning o'lim jarayonidagi ahvoli haqida mundaq deyilgan. Jon halqumga yetgan chaqda sakratli kishilarga qarab tursizlar. Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz. Lekin sizlar uni ko'rmaysizlar. Agar sizlar gumon qilgandek amalinglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nemishqa uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, butkul insoniyat o'lim oldida muqarrar holda ilohiy taqdirga bo'ysunib uningga taslim bo'ladi. Hayotida Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan takabbur kishilarmi o'lim paytida uningga qarshi chiqolmaydi. O'lim paytida tafakkur qilish orqali g'aflatdan uyg'ongan inson butkul aqlini ishiltish orqali koinotdagi haqiqiy hukmronlikning faqat Allohga oid ekanligini shu vaqtda haqiqiy tushuna oladi. Lekin u vaqtda tushunganning nima foydasi? Oyatning davomida mundaq deyilgan: agar u meyit muqarrablardan, ya'ni toat, ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qiluvchilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rohat, farog'at, yaxshi rizq va nozu ne'matlik jannat bo'ladi. Agar u saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, sana salom, sen saodatmanlardan ekansan deyiladi. Agar u tirilishni inkor qiluvchi gumrohlardan bo'lgan bo'lsa, yuqori haroratlik qaynoq suv bilan kutib olindi. Jahannamda kuydiriladi. Shak shubhisizki bu aniq haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringga mushriklarning e'tirozlaridan pok e'tiqod qilgan. Payg'ambar alayhisalom kimiki Alloh bilan uchrashishni xolasa, Allohmi uning bilan uchrashishni xohlaydi. Kimiki Alloh bilan uchrashishni xohlamasa, Allohmi uning bilan uchrashishni xohlamaydi degan. Hazrati Oysha yoki Payg'ambar alayhisalomning ma'lum bir ayoli: "Ey Allohning elchisi, o'limni yoqtirmaslikmi buning ichidami? Chunki hammamiz degidek o'limni yomon ko'rib, uni yoqtirmaymiz" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom buningga javoban mundaq dedi: "Yo'q. Mening demoqchi bo'lganim u emas. Lekin o'lim paytida mu'minga Allohning roziligi, mardligi va shuningga o'xshagan sanoqsiz ne'matlar bilan xush bishorat beriladi. U vaqtda mu'min uchun o'lim bilan uchrashishdan bakrak suyumlik narsa bo'lmaydi. Shuning uchun u Alloh bilan uchrashishni xohlaydi. Allohmi uning bilan uchrashishni xohlaydi. Kafir bo'lsa, o'lim oldiga kelganda Allohning azob va jazosi bilan bishorat beriladi. Kafir uchun oldidagi manzara bilan uchrashishdan bakrak qiyin bir narsa bo'lmaydi. Shuning uchun u Alloh bilan uchrashishni xohlamaydi. Alloh taolami uning bilan uchrashishni xohlamaydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Davud alayhisalom nihoyat taqvodor va jasoratli bir payg'ambar bo'lib, ippitiga alohida e'tibor beradigan bir kishi edi. Uydan chiqqanida eshikni ching taqab qo'yatdi. U qaytganga qadar uning uyiga hech kim kiramaydi. Bir kuni u yana uydan chiqib o'tib, eshikni mahkam taqab qo'ydi. Davud alayhisalom uyga qaytib kelganida uyining o'ttirida turgan bir odamni ko'rdi va uningga: "Sen kim?" deb so'radi. U kishi: "Men hech kimdan, hatto podshohlardan qo'rqmaydigan, hech qanday qiyinchilik to'salg'i bo'lamaydigan bir kishiman" deb javob berdi. Buni anglagan Davud alayhisalom: "Alloh bilan qasamki, sen o'lim farishtasisi ekansan. Allohning buyrug'i bilan xush kelding" dedi va birdamdan keyin ruhini taslim qildi. Umayyi xalifalardan Sulaymon ibn Abdul Malik taqvodor olimlardan biri bo'lgan Abu Hazimga Alloh taolaning dargohiga ketish qanday bo'ladi deb so'raganida u kishidan mundaq javobni olgan edi: itoatchan bir bandaning Alloh taolaning dargohiga ketishi oila bola chaqasidan ayrilib qolgan bir kishining uni intizorlik bilan kutgan oilasi bilan uchrashganligiga o'xshash. Ammo Allohga osiylik qilgan bir insonning Allohning dargohiga ketishi bo'lsa, xo'jayinining yenidan qochib ketgan bir qulning uning yeniga takror qaytib kelishiga o'xshashdir. Marhum Najib Fozilning mono she'ri nima degan go'zal. U damlarda pardalar ko'tarilib, pardalar tushar. Azroilga xush kelding deyilishdir hunar. Keyin kulgan ko'p kular deydigan hikmatli bir maqol tamsil bor. Bu maqol tamsilning asli ma'nosi bo'lsa, insonning oxirgi nafsidan pardalar ko'tarilib,
boradigan manzili ko'rsatilgan chog'dagi tabassumidan texmi go'zal bir tabassumning bo'lmaganligini ifodalaydi. Bandining bu dunyodagi eng go'zal, ma'nilik va eng xushal holatdagi tabassumi o'lim oldidagi tabassumidir. Alloh taolo hammamizga ushbu tabassumni nasib qilsin. Amin.